يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Hurmatli hojonalarim, hurmatli Alloh subhanahu va taoloning mehmonlari, Alloh azza va jalla mana bu Madina-yu Munavvarada qilayotgan ibodatinglarni qabul qilsin. Xato va kamchiliklar bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloning o'zi kechirsin. Alloh subhanahu va taolo o'zigagina shukr qiladigan, o'zigagina hamd aytadigan, Alloh subhanahu va taoloning mashaqqatlariga, Alloh subhanahu va taoloning sinovlariga sabr qiladigan bandalaridansiz. Alloh subhanahu va taolo mana sizlar umra amallarini bajaraman deb keldinglar. Inshaalloh qiyomat kunida boshingizlarga soyabon bo'ladigan umra amallaridansiz. Umra amallari ikki xil bo'ladi hojonar. Birinchisi qiyomat kunida bandani boshini soyabon qiladigan umra amali bo'ladi. Ikkinchisi qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolo umra amalini bola oladida bandani yuziga qaytarib qo'yadigan amal. Bu ikkinchi amal. Birinchisi soyabon qiladi, ikkinchisi nima? Bandani yuziga qaytaradi. Albatta biz Alloh subhanahu va taolodan so'raymizki, bizning amallarimizni qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolo boshimizga soyabon bo'ladigan amallardan qilsin. Ojonalar, hojotalar, bu qiyomat kuni bu bor kun. Bu ertaga emas, bu ro'yo emas, bu tush emas, bu kino emas, bu serial emas. Bu bir kuni siz bilan bizni kutib turgan. Shu kunga sekin kundan kunga yaqinlashamiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda istazbillah idza waqatil waqi'ah. Voqeaga bir kun aylanadi, bir kun qiyomat kuni boshlanadi. Kunning dahshatligidan onalar farzandlarini tashlab qochadi. Bitta hojonani so'rab, bolangizga mehringiz qana qiling, jonidan kechsa kechadi, farzandidan kechmaydi. Lekin kunning dahshatligidan ona o'zini farzandini tashlab qochadi. Homilador ayollar homilasini tashlaydi. Alloh subhanahu va taolo dahshatli kuni boshlaydi. Mana shu kun siz bilan bizni kutmoqda. Faqatgina islomda amal qilganlar, islomning ichida yashaganlar bu kunda najot topadi. Boshqalar. Bugun sizlar bilan mana shu joyda jamlanib turibmiz. Men ko'p ziyoratchilarga aytaman-da. Alloh subhanahu va taolo iznisiz bitta daraxtdan barg yerga tushmaydi. Illo inson bu yerga shunchaki kelmaydi. Faqatgina Alloh subhanahu va taolo xohlagani uchun, Alloh azza va jalla qadaringizga yozgani uchun, Alloh subhanahu va taolo Xorazm diyorlarini, Palon viloyatini, Palon shahrini, Palon qishlog'ini, Palonchi uyida mana bu bandar keladi degan uchun bugun siz bilan biz bu yerga jamlanib turibmiz. Ko'pchilik ziyoratchilar o'ylashi mumkin-da, men $1200 berdim, $1500 berdim. Yo'q, bu pulni siz bermaysiz. Bu pulni Alloh taolo beradi. Va Alloh azza va jalla beradi va Alloh azza va jalla o'zini shahriga mehmondorchilik qiladi. Bu sizlarga o'xshagan ziyoratchilar bilasizlarmi nima? Ziyufur rahmanlar deydi. Makka va Mukarramaga borganinglarda, "Ey Ziyufur rahman" deydi. Bu degan nima degani bilasizmi? Ey Alloh taoloning mehmonlari deydi. Ey Allohning mehmonlari, sizlar bugun biz emas, bu ishchi guruh emas, bu xizmat qilayotgan bolalar emas, Robbimiz Alloh azza va jallaning mehmoni bo'lib tursin. Bu juda katta ma'rifat. Faqat shunga hamd aytish kerak. Shukr qilishni bilish kerak. Alloh subhanahu va taolo shukr qiladigan, o'ziga hamd aytadigan bandalarni yaxshi ko'radi. Alloh subhanahu va taolo 3 toifa insonni sanaydi. 3 toifa inson bor. Mana shu insonlarning duosini to'g'ridan to'g'ri ijobat qilaman. 3 toifa insonning men duosini qaytargani hayo qilaman deydi. Birinchisi mazlumlar deydi. Mazlumlarning duosi bilan men o'rtamda farqi yo'q. Mazlum qo'lini duoga ochib duo qiladi, men duosini ijobat qilaman. Ikkinchisi ota-onalarning farzandlarini ziddiga qarshi qilgan duosi. Ey qo'ling singur, albatta bir kun kelib buni ko'rsin. Nima uchun? Alloh subhanahu va taolo sizga farzand ne'matini berdi, siz nima deyapsiz? So'rayapsiz. Qarang, Alloh taolo buni ijobat qiladi. Uchinchisi, safarga chiqqan bandalarimni duolarini ijobat qilaman dedi. Bugun sizlar Alloh uchun safarga chiqdinglar. Sizlarni duoinglarni Alloh taolo qaytargani hayo qiladi. Bu ikkita farishtalarni sobit qilib qo'yadi. Ey farishtalar, shu bandam oldiga bor, davlat berdim, mol, mulk, pul berdim, qalbiga iymon ne'matini berdim, Madinaga chaqirdim. Xulosa menga hamd aytyaptimi? Menga shukr qilyaptimi deb Alloh taolo so'raydi farishtalar. Banda ana shu paytda nima qilayotgan bo'ladi? Biz uxlamadik, endi yosh qaramayapti, qonimiz och, ovqatdan olmadik, tuzi kam ekan, noyi olmadim, ayolim olyapti.
Ash narsalar ayting. Bugun siz bilan biz jamlanib turgan joyimiz Madina-yu Munavvaradagi muborak joy. Uhud tog'i bo'ladi. Bu ko'rib turgan tog'lar Uhud tog'i. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu tog' to'g'risida Jabal nuhibbuna va nuhibbu dedi. Uhud bizni yaxshi ko'radi, biz ham Uhudni yaxshi ko'ramiz.